Assalomu alaykum qadrdonlar. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Demak, biz siz bilan e, oson, sog'lom, ongli sog'lom ovqatlanish neyropsixologiyasini davom ettiryapmiz. Demak, qarang, meni vazifam sizni gipnozdan chiqarib olish va sizni haqiqatdan ham ovqatlanish uchun foydali bo'lgan to'g'ri mahsulotlarga yaxshi munosabatingizni shakllantirish. Buning uchun men har xil usullarni qo'llashga majburman. Bugun siz bilan biz yana ham bir foydali mahsulotlar haqida suhbatlashamiz. Demak, ovqatlanishda suv ichishni davom etavering. Kuniga 6-8 stakan suv ichavering. O'sha har doimgi qilayotgan ishimizni qilib turamiz. Men hammasini takrorlamayman. Uni sizlar qilib turibsizlar, bilasizlar. Lekin men yana har ehtimolga qarshi aytib qo'yaveraman. 6 stakan suv ichamiz kuniga. Ovqatlanishdan 30 minut oldin suv ichamiz. Ovqatlangandan keyin 30 minut oldin keyin suv ichamiz. Ovqatlanish payti iloji boricha suv ichmaymiz. Agar juda ham bo'lmasa, ozgina bir qoplam ichsangiz bo'laveradi. Lekin ko'p bir choynak, 2 choynak suv bilan ichmaymiz, chunki ovqatni eng shifobaxsh holatini suv yuvib ketadi. Undan tashqari ovqatlanishdan 30 minut oldin meva-cheva yeb oling. Ovqatlanishdan oldin va kun davomida meva-cheva yeb yuramiz ko'proq, qornimiz ko'proq to'q tursin. Tabiiy hol endi ovqatlanishimiz orasida ertalab, obedda, kechqurun ovqatlanamiz ko'proq imkon qadar. Demak, undan tashqari ovqatlanish paytidagi fikrlaringiz, ovqatlanish to'g'ri bo'lsin. Ovqatlanishdan oldin fikrlaringiz to'g'ri, ijobiy, sog'lom, yaxshi fikrlar bo'lsin. Kecha bu haqida suhbatlashdik. Undan tashqari ovqatlanishga sizni majbur qilayotgan, badaningiz ehtiyoji bo'lmasa ham ovqat yeyishga majbur qilayotgan ichki suhbatingizga e'tibor bering. Qaysi ichki suhbat sizni ovqat yeyishga majbur qilyapti? O'shanga e'tibor beramiz. Va ovqatlanish paytidagi kechinmalarimizga e'tibor beramiz. Qani, ovqatlanayotganda nima uchun biz ovqatlanyapmiz? Asab tizimimiz zo'riqqandan, stress bo'lganimizdan ovqatlanyapmizmi? Yoki bo'lmasa rostdan ehtiyojimiz bordanmi? Demak, bugungi mavzuga o'tamiz. Bularni hammasini bilasiz. Ovqatlanganda mazza qilib, rohatlanib, endi men hozir hammasini aytsam yana shuncha vaqtimiz ketadi. Demak, bugungi mavzuga o'tishga ruxsat bersanglar, qadrdonlar, bugun biz siz bilan suhbatimiz mana bu mo'jizali mahsulot haqida bo'ladi. Bu mahsulotni sizlar juda yaxshi bilasizlar. Bu mahsulotning nomi nima edi? Gvazdika. Ya'ni biz siz bilan o'sha gvazdikani urug'ini, mana shu urug'ini olib iste'mol qilishimiz maqsadga muvofiq. Qanday qilib iste'mol qilasiz? Buni yog'i bor. Gvazdikani yog'i bor. Agar yog'ini olib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Uni qanday iste'mol qilishni o'zingiz mendan yaxshi bilasiz. Bilmasangiz o'rganib chiqasiz. Lekin men tavsiya qilardimki, mana shu gvazdikani olib, mana doim iloji bo'lsa yoningizda yursin. Mana menda ham mana siz ko'rsatishim mumkin. Mana gvazdika mahsuloti, mana bemalol mana olib, mana shuni gvazdikani olasizda, shunday og'zingizga solib olasiz. Bo'ldi. Og'zingizda ushlab yurasiz. Yarim soat, 15 minut, 20 minutmi, bir xillar 1 soat ham og'izda beradi. Tish uchun juda ham foydali, qadrdonlar. Oshqozon ichak tizimimiz uchun juda ham foydali, qadrdonlar. Juda ham immunitetni ko'taradigan. Olimlar gvazdika haqida juda ko'plab ilmiy ishlar qilgan. Buni hammasini siz o'z internetdan o'rganib chiqing. Buni hammasini aytib o'tirmayman. Eng qizig'i, gvazdikani shifobaxsh xususiyatlari juda ko'p va побочный effekti yo'q deyarli. Bitta ham побочный effekti yo'q. Masalan, olimlar bitta ham bunday побочный effekt topishmagan. Lekin juda ham shifobaxsh. Shuning uchun bitta donasini olasiz. Men ko'rsatganday mana. Xohlasangiz, endi gvazdikalar har xil bo'ladi. Mana bu ustida urug'i bor. Hali urug'i ketmagan mana. Sizga ko'rinishiga yaxshiroq ko'rinishi uchun buni urug'i ketmagan hali. Mana bu gvazdikani bo'lsa urug'i turibdi mana. To'ys bayagini urug'i turibdi, buni urug'i yo'q. Buni o'zi mana. O'zi. Mana shuni shunday olasiz, o'zbekcha nomini yaxshi bilasizlar. Oldin haligi bolalarni qo'liga taqib qo'yardi.
asosan lo'lilarda bo'lardi bu narsa ko'p. Demak, bizni vazifa mana shu gvazdikani sekin sekin iste'mol qilish, ya'ni og'ziga bittasini solib olish. Bir kunda bir marta qilsangiz yetadi. Judayam hattoki masalan olimlar tekshirishi bo'yicha, mana aytaylik, tish doktorlarining tekshirishi bo'yicha gvazdika lidokainday ta'sir qiladi degan. Bu tekshirishlar bor. Gvazdika yog'ini olishgan ozgina va lidokaindanday va undan yaxshiroq ta'sir qiladi va zararli ta'siri yo'q. Побочный effekti yo'q. Mana shu yog'ni побочный effekti yo'q. Lidokainday tish og'riqlarini qoldiradi. Eng qizig'i tish shamollashlarni oldini oladi. Viruslarni o'ldiradi. Antiseptik xususiyati o'ta yuqori, juda kuchli. Lekin gvazdikani ushlaganingizdan keyin, mana men hozir ushladim-ku. Shunda ushlaganingizdan keyin qo'lingizni, ko'zingizni ishqalamaslik tavsiya qilaman, achiydi, darrov achiydi. Chunki bu juda ham kuchli ta'sir qiladi. Immunitetni ko'taradi, har xil virus, mikroblarni o'ldiradi. Oshqozon ichak tizimingizda qanaqadir buzilishlar bo'lgan bo'lsa, albatta buni olib og'izda olib yurishingiz o'zi ichkaridagi mikroblarni o'ldiradi. Buni olib og'ziga solgandan keyin birpas og'zida ushlab turib, keyin bir chaynab suv ichib olsangiz zam bo'laveradi, zarari yo'q. Lekin albatta ko'p miqdorda tavsiya qilinmaydi. O'sha o'zini miqdorida, o'sha kerakli miqdorda iste'mol qilish tavsiya qilinadi, qadrdonlar. Ya'ni men aytganda bittasini og'zingizga solib yurasiz, har kuni bir 15-20 minut yetadi. Butun sizga o'sha doza yetadi. Juda ham yumshoq doza. Demak, endi yog'ini iste'mol qilish mumkin buni. Uni qanday iste'mol qilish hammasi instruksiyasini tanishib chiqasiz. Demak, biz siz bilan mana gvazdika haqida gaplashdik. Muhim ahamiyatga ega. Sizni vesingizga va boshqa ichingizdagi yot mikrofloralarni vujudga kelishini oldini oladi. Yaxshi taraflari juda ko'p. Demak, qadrdonlar, biz mana tishingiz og'riganda, qattiq og'rib yotgan, mana tishda nerv ochilib qoladi, og'rib yotganda shu gvazdikani olib shunday o'sha yerga qo'yasiz, qisqa muddatda nervni og'rig'ini qoldirib qo'yadi. Juda ham kuchli og'riq qoldiruvchi hisoblanadi va tabiiy, zarari yo'q. Masalan, boshqa dorilarni, sun'iy dorilarni iste'mol qilsangiz, boshqa joylaringizga ta'siri bor uni. Demak, qadrdonlar, mana gvazdikaga e'tibor qarating. O'rganing, hayotingizga kiriting. Nuqul pirojni yeb yuravermang. Bunga e'tibor qarating. Buni hayotingizga kiriting. Demak, qadrdonlar, keyingi suhbatimiz endi biz yana oshqozon ichak tizimini tozalash haqida suhbatlashsak. Oshqozon ichak tizimimizni tozalash uchun biz siz bilan masalan faol ugl, aktivirni ugl iste'mol qilsangiz bo'ladi va shunga o'xshagan sorbentlardan foydalansak bo'ladi. Lekin biz siz bilan mevalar yordamida ham tozalasak bo'lar ekan. Oshqozon ichak tizimimizni tozalanishi uchun, misol uchun, oddiy o'sha mevalardan iste'mol qilsak bo'ladi. Masalan, bunday mevalardan biri, buni albatta men emas, buni ko'plab olimlar taklif qilgani uchun men sizga shuni taklif qilyapman. Qadrdonlar, bu siz eng kam iste'mol qiladigan va asosan iste'mol qilganda ham faqat yod mahsuloti uchun iste'mol qiladigan, lekin aslida buni juda ham kuchli xususiyati bor. Oshqozon ichak tizimidagi toksinlarni, oshqozon ichak tizimidagi har xil bo'mag'irgarchiliklarni oldini oladigan mahsulot, ya'ni laminariya, qadrdonlar. Mana laminariya. Qarang, bu laminariya suv o'ti hisoblanadi. Suvni tagida o'sadi. Buni masalan mana hozir har xil ko'rinishlari bor. Buni qattiq ko'rinishi, suvga solib yeysiz, shunday yeysiz. Bolalar mazza qilib yeb yuribdi hozir buni. Nori degan nomlari bor, bir xil anaqalar. Endi demak, bizning vazifa mana shularni iste'mol qilish. Bunda nafaqat yod, balki bu oshqozon shilliq qavatini kuchaytirish, oshqozon shilliq qavatiga yaxshi ta'sir qilish xususiyatlari bor. Xuddi kartoshkadek. Kartoshkani pyuresi ham kraxmal, to'g'ri, shira, to'g'ri, mumkin emas. Lekin kartoshkani pyuresi ham o'sha oshqozonda shira anaqa shilliq qavatiga yordam beradi degan fikrlar juda ko'p. Ilmiy isbotlari ham bor buni. Lekin mana laminariya ham xuddi shunday. Lekin buni boyaginday zararli tomonlari juda kam. Ya'ni kartoshka kraxmal bo'lgani uchun u
badan uchun shakarga aylanib ziyoni bo'ladi, foydali tomoni kam. Lekin buni absolyutni zarari kamdan kam. Eng qizig'i, nega men sizga hozir oshqozon ichak tizimini tozalash haqida gapiryapman? Chunki laminariya yordamida, ya'ni mana ko'rib turgan laminariya yordamida. Nega? Chunki laminariyadan tashqari ham tozalovchi mahsulotlar bor, hozir aytib o'tamiz bir ikkitasini. Faol ugl, boyagi aktivirni ugl ham, faol ko'mir, maxsus toza, yaxshisi bo'lsa u ham yaxshi. Ammo u ham juda zo'r, yaxshi. Nimaga ularni tavsiya qilyapmiz? Chunki odamda oshqozon ichak tizimidagi yaxshi ishlanmay qolgan, yillar davomida yig'ilib qolgan shlaklar qorin semirishga, ochlikka, ovqat hazm yaxshi bo'lmasligiga va almashuv jarayoni buzilishiga olib keladi. Agar biz oshqozonimizni tozalab olsak, ko'plab allergiyalar, shamollashlar, ko'plab badanga chiqayotgan har xil ranglar, ko'plab badanga toshayotgan toshmalarda asosiy sabablari ko'pincha ana o'sha oshqozon ichak tizimini tozalash oqibatida ketadi. Ko'pchilik aytadi, oshqozon ichak tizimini tozalash uchun biz klizma ishlatsak bo'ladi yoki o'sha faol ko'mir ishlatsak bo'ladi deydi. To'g'ri, bo'ladi, lekin bu bir marta ishlatganingizda yordam beradi. Bir marta ishlatganimizda yordam beradi va doimiy yordam berishi qiyin buni. O'shaning uchun biz siz bilan mana shu klizma degani, ya'ni klizma bir marta yordam beradi. Bu lekin juda ham maqsadga muvofiq emas. Ya'ni qilsangiz bo'laveradi, bir martaga foyda beradi. Lekin u oshqozon ikkiga bo'linganda pastki qismi o'sha yuqori qismi bilan pastki qismi klapanlar yordamida ajralib turadi. Biz pastki qismini klizma bilan tozalaymiz, lekin yuqori qismidagi hamma bo'margarchiliklar qolaveradi. Uni qanaqa tozalaymiz? Ana uni tozalash uchun biz siz bilan bir marta tozalash emas, doimiy ravishda oshqozon ichak tizimimiz toza yurishi, doimiy ravishda shlaklardan tozalanishi, toksinlardan tozalanishi muhim ahamiyatga ega. Undan tashqari nafaqat oshqozonimizni tozalaganimizda qonimiz ham tozalanadi. Agar biz doim oshqozonimizni toza ushlab tursak, qonimiz doim toza bo'ladi. Agar biz shakar yesak yoki bo'lmasa bir mana bu hozir kanserogen ovqatlardan iste'mol qilsak yoki bo'lmasa mana bu qovurilgan ovqatlardan iste'mol qilsak, oshqozonimiz nafaqat shlak va toksinga to'ladi, balki qonimiz to'ladi shlak va toksinga. Bu esa miyamiz yaxshi ishlamasligiga, fikrlashimizni teran bo'lmasligiga, xotiramizni pasayib ketishiga olib keladi. Har xil allergiyalarning vujudga kelishiga olib keladi. Demak, bizning vazifa oshqozon ichak tizimimizni toza ushlab turish. Fikrlashimiz yaxshi bo'lish uchun oshqozon yaxshi bo'lsin, oshqozon yaxshi bo'lish uchun fikrlash yaxshi bo'lishi kerak, qadrdonlar. Demak, bizning vazifa to'la to'kis tozalash. Buning uchun klizma hech qanday uncha katta ahamiyati yo'q. Muhim ahamiyatga ega bo'lgan holat bu doimiy ravishda laminariya iste'mol qilib turish. Gvazdikadan foydalanish. Nega men bu gvazdika urug'ini sizga aytdim? Chunki bu bizni o'sha tozalashimiz uchun ham kirgan mikroblarni nobud bo'lishi, mana gvazdika, mana shu gvazdika bo'ladi. Yana hozir ko'rayotganlar ko'rvaylar. Demak, oshqozon ichak tizimimizni yaxshi ishlashi uchun demak birinchi mahsulotimiz, sizga tavsiya qiladigan mahsulotimiz bu mana shu gvazdika va ikkinchisi bu laminariya. Laminariya yaxshi absorpsiya qiladi, ya'ni oshqozon ichak tizimidagi toksin, yomon mahsulotlarni o'ziga simib oladi. Ya'ni undan keyin men sizga tavsiya qiladigan ikkinchi yaxshi hisoblanadigan va ko'p olimlar tomonidan tavsiya qilinadigan va o'zim ham doim iste'mol qilib beradigan mahsulot bu olma, qadrdonlar. Olma. Demak, biz siz bilan xuddi mana bu mo'jizali jonivorcha iste'mol qilayotgandek, biz ham siz bilan olma iste'mol qilishimiz lozim. Olma o'ziga xos bir mo'jizali mahsulot. Qarang, tabiatda tabiiy o'sha yashab yurgan hayvonlar ham iste'mol qilyapti. Chunki ular ancha tabiiyda, tabiatga yaqin. Demak, olmani asosiy eng kuchi bu uni olmani tarkibidagi suv, toza suv 1. Olmani tarkibidagi juda ko'plab elementlar 2. Va eng muhimi bu olmadagi o'ziga xos o'sha olmani badani, jmih yoki bo'lmasa olmani o'sha
olmani suvini ushlab turuvchi konstruksiya. Buni biz olmani tanasi desak ham bo'laveradi. U o'sha jmih bu o'ziga xos bir o'zbekcha gapirib beryapman men sizlarga qadrdonlar. Olmani yeganingizdan keyin olmani chaynaganingizda suvini olasiz, lekin yutib yuborasiz. Yutib yuborganingizda ichidagi qolgan o'sha olma kapsulachalarini ichida qolgan suvni badan o'zlashtiradi, vitaminlarni o'zlashtiradi, minerallarni o'zlashtiradi, mikronutrientlarni o'zlashtiradi va olmani tanasi o'zi oshqozoningizga kirganda 2-3 ta olma yeganingizdan keyin u oshqozon ichak tizimini ichida bo'ladi va oshqozon ichak tizimini sekin astalik bilan xuddi machalka bilan yuvganda yuvib tozalab o'ziga kirlarni singdirib, toksinlarni o'ziga simib olib chiqib ketib qoladi. Ana o'shaning uchun olma juda ham yaxshi mahsulot. Shuning uchun olmani och qoringa yeyishni tavsiya qilamiz. Va shu umuman absorbent agar oshqozoningizdagi toksinlarni tozalashni xohlasangiz, ovqatdan 3 soat oldin va ovqatdan 3 soat keyin iste'mol qilishni tavsiya qilamiz buni. Nega? 3 soat bo'lmasa 1 soat, 2 soatdir, 3 soat juda zo'r. Nega desangiz, qolgan hamma kerak emas narsalarni olib chiqib ketadi. Agar ovqat yeganingizda siz olma yesangiz, mana ovqat yeyapsizda, endi tozalaydi oshqozon deb olma yesangiz bo'lmaydi, u ta'sir qilmaydi. Uni effekti yo'q. 2 soat, 3 soat qorningiz ochgan paytda 3 ta, 4 ta, 5 ta olmani yeysiz va olmani yeganingizdan keyin shu olma badaningizni o'ziga xos bir tozalash xususiyatiga ega bo'ladi va badaningizni yaxshilab tozalab olasiz. Demak, qadrdonlar, mana hozir bizda svet o'chganligi munosabati bilan mayli, hozir o'ziga kelib oladi. Hech qisi yo'q. Demak, olma iste'mol qilish shart, qadrdonlar. Keyingi mahsulotimizga o'tamiz, qadrdonlar. Keyingi mahsulotimiz, mana men ham paydo bo'lib qoldim darrov. Mana qarang. Xo'sh, mana biz siz bilan endi yana mana shu o'ziga xos bir juda ham kuchli toksinlarni o'ziga oluvchi yaxshi bir mahsulotlar bor. Bu mahsulotimiz nomi avokado deb nomlanadi, qadrdonlar. Avokadoni o'ziga xos kuchli taraflari bor, mo'jizali taraflari bor. To'g'ri, avokado ayollar uchun juda ham zo'r mos keladigan mahsulot, lekin absorpsiya bo'yicha, ya'ni o'sha sorbent sifatida juda ham zo'r xususiyatlarga ega. Demak, biz o'sha avokadoni ham iste'mol qilib turishimiz kerak. Ayniqsa mana shu ko'chada yurib biz har xil mashinalardan chiqqan gazlar bor, har xil hidlar bor, noxush hidlar bor. Biz ular bilan nafas olyapmiz, qadrdonlar, va ular bizni qonimizga singyapti. Qonimizda har xil toksinlar vujudga kelyapti. Ana o'shalardan tozalashga xizmat qiladigan bu avokado bo'lar ekan. Ana shu toksinlarni, qondagi toksinlarni yaxshi o'ziga simib, so'rib, oshqozonni tozalab, qonni ham tozalashda juda katta ahamiyatga ega. O'zi umuman olganda yana bir kuchli, hozir men sizga tavsiya qilmoqchiman, yana bir kuchli mahsulot bor. Bu mahsulot o'sha ko'pchiligimiz iste'mol qilishni yoqtiradigan mahsulot. Bu o'sha hozir mana siz ko'rib turgan, o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, kvashenniy kapusta. Bu o'sha tuzlama emas bu. Bu tuzlama emas. Qarang, biz tuz iste'mol qilishni kamaytirishimiz kerak. Tuzlangan mahsulotlarni iste'mol qilishni kamaytirishimiz kerak. Umuman tuz oshqozonda suv yig'ilishiga olib keladi. O'sha oshqozoningizdagi suv yig'ilgandan keyin siz uni bu qornimiz semizligini qanday ketqizsam ekan, semirib ketibman deysiz. Oshqozoningiz suvga to'lib ketadi. Bunday ursangiz prujinaga o'xshaydi. Xuddi haligi suvga to'ldirilgan ballonga o'xshaydi. Demak, bu oshqozonda yog' emas, bu suv to'lgan. U suvni siz har qanday usulda ketqizishingiz juda qiyin bo'ladi. Preskacha qilasizmi, boshqa qilasizmi, yugurasizmi? Uni ketishi, uni vujudga kelishini sababi sho'r tuzlamalar yeyishga o'ch bo'lgan, mukkasidan ketgan odamlarda bo'ladi ko'pincha bu. Va tuzlamalar yeyish va tuzlarni yeyish va yana haligi bizga bildirmagan tuzlar bor.
ularni iste'mol qilish bizni badanimizga juda ham maqsadga muvofiq emas. To'g'ri, tuz o'ziga xos antiseptik. Uni birda bir ishlatib tursangiz bo'ladi og'iz chayishga, boshqalarga, lekin uni ko'p miqdorda iste'mol qilish bizni badanda hujayralarimizda suvni yig'ilishiga olib keladi va u tuzni nojo'ya ta'sirlari ham bor. O'shaning uchun tuzlama emas bu. Bu o'ziga xos kvashin, ya'ni o'zbekchasiga o'zinglar bilasizlar nima deb nomlanadi? Ana o'sha achitilgan, bijg'itilgan karom, bijg'itilgan karom desak to'g'ri bo'ladi. Bijg'itilgan karom bu o'sha fermentированный karom badanga juda ham shifobaxsh. Fermentированный karom o'sha biz hozir aytayotgan kvashinniy kapusta bizni sog'lom probiotiklarimiz uchun oziqa hisoblanadi. O'sha probiotiklarimiz, ya'ni o'sha sog'lom mikrofloramiz uchun juda ham yaxshi, juda ham foydali ovqat hisoblanadi. Kvashinniy kapusta va shu bilan birgalikda oshqozon ichak tizimini tozalashda ham juda katta ahamiyatga ega. Demak, qadrdonlar, ovqatlanishda ongli bo'lamiz. Yeyotgan ovqatimizni nima yeyotganimizni anglashga, tushunishga, yeyotgan ovqatimizni iloji boricha anglab, mazza qilib, rohatlanib, u yeyotgan ovqatimiz kirayotganda bizni shifolayotganini tasavvur qilib ovqatlanishda sizga tavsiya qilamiz va hammangiz shuni qilib yuribsiz degan umiddamiz. Natijalar bilan o'rtoqlashinglar. Biron bir kommentariy, faqat kommentariy yozyapsiz. Yaxshi, rahmat, kommentariy yozganlar, malades, rahmat sizlarga. Yana ham yozinglar. To'g'ri, bir xillar videoni boshidan ko'ryapti. Bizni marafonimizni boshidan ko'rib, kunma-kun bittadan ko'rib kelyapti. Shuning uchun sekin-sekin yetib kelyapsiz bu kunlarga ham. Mana bu hozir siz ko'ryapsiz, marafonimiz tugaganiga qancha muddat bo'lib ketdi, lekin siz endi kelib ko'ryapsiz. To'g'ri, yaxshi. Lekin baribir siz ham natijalaringizni yozing. Biz uchun qiziq bo'ladi. Biz baribir bu natijalarni o'rganamiz. Yillar mobaynida o'rganib yotamiz. Va keyingi marafonlarimiz yana shunga o'xshagan marafon qiladigan bo'lsak, yo xuddi shu marafonda qilsak, endi kuchliroq bilimlar bilan, natijalar bilan keltirishimiz uchun siz o'zingiz fikrlaringizni ayting, qadrdonlar. Uchrashguncha hammangizga minnatdormiz. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Albatta biz siz bilan Xudo xolasa yana ertaga uchrashamiz. Mashqlarni bajaringlar. Uchrashguncha paka-paka.